محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اتبع الهدى hurmatli ahli islom mo'minlar unisi ham so'raydi. Indamay kelavermaydi. Endi o'shaning uchun bu bir Alloh bergan umrni ne'mat, shuni shukronasi. Muborak yosh payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam yoshlariga Alloh yetkizganiga Alloh taologa bir yuraklaridagi, dillaridagi shukrlarini bildirishda bo'layotgan bir ziyofat, ihson. Yana endi mana sunnatga muvofiq, sunnati muakkada bo'ladi. Aqiqa Alloh farzand berganda, shu Alloh bergan farzandni shukronasiga, onani salomat qutilganini shukronasiga aqiqa to'yini qilib berishyapti. Bu haqiqiy sunnat to'y shu. Alhamdulillah birodarlar, mana 5-6 yil bo'ldiki, qaysi bir to'y bo'lmasin, islomiy ma'raka bo'lmasin, bir bahona bilan yig'ilish bo'lmasin, amri ma'ruf nahi munkarsiz, islomni da'vatisiz o'tmayapti. Yaratganga beadad shukrlar bo'lsin. Ayniqsa mana xalqimiz eshitib, bilib, din diyonatga sekin asta qadam qo'yib kirib kelyapti. İnsonni Alloh shunday yaratgan. To eshitmaguncha, birov tushuntirmaguncha osmondan olib o'zi bajarib ketavermaydi. Alloh da'vatni shuning uchun sabab farz qilib turib, amri ma'rufni sabab qilib turib, qutbidil ochadi. Hozir ham bor, mana Sirdaryo tomonlarning chetrog'iga borsangiz, amri ma'ruf yo'q. O'sha odamlar, o'sha benamozlik, o'sha haligi yurish, uni hech bir mana dinga erkinlik berilib boshqa bo'lganda farqi yo'q. Benamoz hammasi namoz o'qimaydi. So'z bilan bo'ladi, tushuntirish bilan, yetkazish bilan. Odamzodga etib turish kerak, tushuntirib turish kerak, yetkazib turish kerak. Shuning uchun amri ma'ruf nahi munkar farzdir. Alloh taolo Qur'onda aytadi, o'zingiz harakat qilib, fe'lingizni o'zgartirishga harakat qilasiz, men barakot berib o'zgartirib yuboraman, hidoyat berib deydi Alloh. Osmondan hidoyat tushsa, namoz o'qiyman deb yotursa bo'lmaydi. Eshitganga sekin harakatni boshlasa, Alloh taolo egan betiga barakat berib yuboradi, o'zini tanitadi. Mana endi shuning uchun mana aqiqa bugun yig'in ekan. Aqiqa to'g'risida juda ko'p ma'ruzalar qilganmiz, ko'p yetkizganmiz. Mana buni samarasini xonadon egalari bilib shuni qilib turishibdi. Mana endi din, diyonat, iymon, e'tiqod to'g'risida ozroq bir ma'ruza qilsak. Xalqqa hozirgi kunda suv, quyosh nuri, havo, yemoq, kiymoq qanday zarurlardan bo'lsa, iymon, e'tiqod shunday zarur birodarlar. Odamni qo'rqitib, qamiyman, boshqa qilaman deb tarbiyalab bo'lmaydi. Odam zotni diyonat bilan, ma'rifat bilan, nahi munkar bilan, haq yo'lga chaqirish bilan tarbiyalanadi. Zamon mundoq bo'lib ketyapti, zamon undoq bo'lib ketyapti deymiz. O'sha zamonni shundoq bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? O'g'ri, muttaham, qallob, munofiq, josus, haromxo'rlarni yo'q qilish uchun din, diyonatni da'vat etib, Allohim o'shalarni qalbiga iymon bersin.
o'shalar ham inson iymonni zaif yo'qligidan shu ishlarni qilib yuribdi. Alloh taolo biz shularni tushuntirsak, yaratganim diliga solsa, o'zi tashab namozga kirsa, Alloh desa, qanday bir fayzli, barakali hayot bo'ladi. Ba'zilar din desa sakrab tushadi qo'rqib. Birodar, din bor joyda oqibat, hurmat, andisha, hayo, insof bo'ladi. Din yo'q bo'lgan joyni o'rnini o'g'irlik, buzuqlik, munofiqlik, zulm, aldov, xiyonat egallaydi. Yaratganim hech bir xalqni dinsiz, diyonatsiz, iymonsiz qilib qo'ymasin. Buzilib hayot og'irlashib yomon bo'lib ketadi. Unda har bitta mahallaga 10 tadan milisa qo'yib ham to'g'rilab bo'lmaydi. Odamlarda hali iymon bo'lsa, Allohdan qo'rqadi birovni haqqini yegan. Yetar endi riyokorona hayot. Yetar shaxsga sig'inish yashash. Tilda hoy deb dilida bir-biriga dushman. O'rnini man olsamikin. Hasad, adovat, ko'ra olmaslik. Iymon bilan yashaylik. Yurakdan birovni hurmat qilsak, yurakdan hurmat qilib Allohdan qo'rqib birovni haqqini yemay andisha bilan yashasak, bu fayz ham, baraka ham bo'ladi. Men ko'p joyga borganda shahrimiz Toshkentda taqqozlayman. Mana o'sha amri ma'ruflarni borligidan ko'p joydan farqi juda katta Toshkent xalqining. Nimaga? Kichkina yig'in ham bedomilla o'tmaydi. Odamlar shunga o'rgandi. Mana shunday yig'inda domla bo'lmasa o'tirganda bo'lmaydi. Qancha joy shaharlar bor. Shunda kelishadi, yeyishadi, valdir vag'ir gap, yana ketishaveradi chiqib. Bizda mana shu amri ma'rufni, nahiy munkarni borligidan birodarlar, sobiq Sovet mamlakatini ko'p joyda qon to'kildi. Mana shu da'vat, amri ma'ruflarning ta'siridan bir-birimizni dilimizga ozor bermay, hurmat bilan, andisha bilan, sabr qanoat bilan yashab kelyapmiz. Yaratganim beryapti ham, beradi ham. Alloh taolo egam hamisha yurtimizni, shahrimizni o'z panohida saqlasin. Zilzila balolaridan, urush balosidan, qahatchilik balosidan, har xil ofatlardan Alloh o'z panohida saqlasin. Prezidentimizni hali bironta o'tgan podsho bo'lsin, prezident bo'lsin, bu gapni gapirmagandilar. Bir majlisda aytdilarki, mana shu yurtimizni tinch bo'lib turishiga domlalarimizni, masjid domla imomlarining xizmati kattadir. Bu yozilgan bu. Bu prezidenti bu bahosi iymonli, e'tiqodli odamlarni qanchadan qalbini ko'tardi. Ha birodarlar, sabrlik bo'ling, ittifoq bo'ling, bir bo'ling, do'st bo'ling deb yetkazib, tushuntirib kelyapmiz deb qaytda bo'lsin. Odamzod iymon, e'tiqod bilan o'ziga, qalbiga dalda beradi, umid bag'ishlaydi. Mana diyonat susaygan joylarda o'zlarini o'zlari o'ldirishib, tamom endi bizda hayot ado bo'ldi deb shunaqa holatlar bo'ldi Tojikistonlarda. Lekin bizda iymon, e'tiqod bor. Allohimdan umidimiz katta. Oyni 15i qorong'i, 15i yorug' bo'ladi. Endi inson o'zi fe'li xulqidan ko'rmaydi ko'p narsani. İnsanlar sal arzon bo'lsa, pul ko'paysa pul chochadi. Osh ovqat ko'paysa ariqlarga oqtirishadi, ortiqcha qilib. Kamayib qolsa dod deb yig'lab yuradi.
borida isrof qilmang. Uvoli tutadi desangiz, nazar ilishmaydi, quloq osishmaydi. Yo'g'ida endi sabr qilginsa qachongacha sabr qilaman deb sakraydi. Birodar, to'qligingizda nonlarni, oshlarni oyoq osti qildingiz. Gapiruvdik, nazar pisand qilmadingiz. Endi uni uvoli tutuvdi, doddi, undan noni nasib, shukr qiling Allohga. Alloh taoloni bu sinov dunyosi. Bir berib sinaydi, bir olib sinaydi. Bir sog' qiladi, bir dard beradi. Bir xursand qiladi, bir g'am beradi. Buni otini hayot deb qo'ygan. Hech qachon bir tekis ketmaydi inson hayoti. Alloh taoloni tinchligida, tinchligini, sihat salomatligini g'animat biling. Tani sog' paytida sog'liqni qadriga yetib, yaxshi ilm, hunarlar o'rganing. Allohning ibodatini qilishni o'rganing. Kimki salomat paytida namoz o'qib, keyin kasal bo'lib qolsa, Alloh o'sha jamoatga chiqqan savobini yozdirtirar ekan uyda o'qisa ham. Bandamga men dard berdim, chiqolmayotibdi, sog' bo'lganda chiqardi derkan Alloh. Niyatiga qarab berar ekan. Allohni eng ulug' ne'matlaridan bittasi umr. Ana shu ulug' ne'mat umrni Alloh bir kuni so'raydi. Umr beruvdim senga, birovga 10 yil umr berdim. Bir bandam tug'ildi, o'ldi. Bir bandam 20 yil yashadi, bittasi 30 yil. Senga 80 yil umr berdim, 70 yil umr berdim, 60 yil, 100 yil. Nima qilding shu umrni? Nimalarga o'tkazding? Ana shunda bemalol Allohim mana bu ishlarni qildim deb Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilgan bo'lsangiz, qalbingiz to'la quvonch bilan gapirishlikni nasib etsin. Alloh saqlasin. 90 yoshga kirib bir marta ham boshni sajdaga qo'ymay o'tib ketishdan. 80 ga kiribdi, la ilaha illallohni aytolmasa, tahorat nima bilmasa, masjidda oldingi saf nima bilmasa, sura Fotihani umrida biron marta o'qimagan bo'lsa, Alloh taolo egam sizni musulmon avlodi qilib dunyoga keltiribdi. Necha ming xalq bor. Masalan, mana bir xil xalq bor, aqli ham, ishi ham sizgidan qolishmaydi. Lekin it go'shi yeydi, to'ng'iz go'shi yeydi, nimaiki qimillasa shuni yeydi. Alloh taolo egam bir xalqimi toza, ozoda, dini islomdek dinda qilib, shularni ahlidan qilib dunyoga keltiribdi. Buni shukrini qiling. Dunyo xalqlarining hayoti degan bir kino bor. Shuni qarasangiz, musulmon bo'lib dunyoga kelganingizga 1000 marotaba shukrlar qilasiz. Bu musulmon islom dini, bu Allohning haqiqiy qonuni. Nima insonga zarar, hammasini harom qilgan Alloh. Nima insonga foyda, shuni qilishlikni buyurgan. Hatto yeydigan hayvonlaringizgacha Alloh ajratib qo'yibdi. Mana bu eng hayvonlarning ichida insonga zarari bo'lmaydigan go'shtlarni. Va yana aytib qo'yibdi, ko'zingiz ko'rganda quvonadigan, yayraydigan hayvon parrandani go'shtini yeng. Ko'rganingizda etingiz jimirlaydigan, seskanadiganlarnikini, xunuk ko'z bo'lganlarnikini yemang. Baliqni suvda ko'rsangiz, bari dilingiz ochiladi. Yonida ilon chiqib qolsa seskanasiz. Yonida yana bitta qurbaqani ko'rib qolsangiz, undan ham seskanasiz. Baliqni ko'rsangiz, o'zingizdan o'z
ko'zingiz ravshanlashaveradi. Ana Allohning aytayotgani, ko'zingizni quvontiradigan narsa haloldir, tabiatlidir. Lekin ko'rganda seskantiradigan, ijirg'anlantiradigan narsalarni yemang. Qo'yxonani oldida choy ichib o'tirsa bo'ladi. Cho'chqaxonaning ichiga kiringchi. U oldini qo'yavering. 10 kilometrdan hidi kelib turadi. Yaratganim uni ko'rinishini ham, hidini ham sassi o'qib qo'ygan. Nima bo'lsa yeydi. Qo'yni yeydigan narsasini qarang, o't yeydi, o't. U go'sht ham yerkan. Mix bilan shishani yevoradi, hay demasa o'zi o'lib qoladi. Undan bosh nimaki bo'lsa yerkan u hayvon. Shuning uchun Alloh uni harom qilgan. Yana uni sabablari ko'p. Alloh o'zi Qur'onda sigir, qoramolni, qo'yni, echkini, tuyani tavsiya etadi. Qo'y, echki, qoramol, tuya. Qolganlari endi mubohlari, boshqalari bor-u, Allohning o'zini tavsiyasi mana. Nimaga shunchalik endi yeydigan taomgacha Alloh etib qo'yibdi? Chunki Alloh insonni yaratdi, insonni yaratgandan keyin shu hayotda buzilib, har xil kasallarga, har xil ishlarga giribtor bo'lmasin deb kitobini ham qilib qo'ygan. Mashina sotib olsangiz kitobi bor-u mashinani. Quyadigan benzinni nimasigacha etib qo'yadi, nomirigacha. Necha kilometrda yog'ini almashtirish kerak, qachongacha baloni yetadi, qandoq qarash kerak, qay paytda qaytini burab qo'yish kerak. U mashinaning kitobi. Insonniki shu Qur'on. Nimani yeyish kerak, nimani yeyish kerak emas. Qandoq yo'ldan ketish kerak, qaysi yo'ldan ketish kerak emas. Ana shu kitobingizga amal qilsangiz, Allohning bergan barakotli umrini xor zor bo'lmasdan o'tkazasiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni rushd, hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. Dinda to'g'ri borishlikni, har xil yo'llarga ketmaslikni nasib etsin. Iymon shunday bir ulug' ne'matki, odamni boshiga qanday g'am-g'ussalar kelganda ham Alloh meni saqlaydi degan umidni qalbida joy qilib turadi. Iymon bo'lmasa, yo bir ichkilikka ruju qo'yadi, yo endi tamom bo'ldim deb undan oldin o'zini o'zi osib qo'yadi. Iymoni borchi, dor oldiga kelganda ham meni Alloh saqlaydi turadi. Eron podsholaridan bittasi juda bir yomon kasalga giribtor bo'ldi. Shu yuragini bir narsa kemirib sanchiq turaverar ekanda, dod tavib topish, bu tavib qolmabdi, bormang, olib kelmagan tavibni dorisi. Vazir etib shohim, Turon tavibini ham ko'rdingiz. Eron taviblari qolmadi. Endi bir Yunonistondan ham bir tavib chaqirib ko'raylik. Yunondan tavib kelibdi. Podshoning tomirini ushlab turib, bundoq podshoga qarab, bir 17-18 ga kirgan yosh, chiroyli yigitni so'yib turib qonini ichasiz, sog'ayasiz. O'sha yigitni men o'zim bundoq qarab topishim kerak. Podsho bo'lsam, millionta bunaqa yigitlar bor. Vazir, men shu tavib ko'rsatgan yigitni olib kelasan. Tavib ham aylanib yurib, bir dehqonni yakka yolg'iz 17 ga kirgan o'g'lini ishlayotgan joyida mana shu bolani qonini ichish kerak. Hali bolani olib kelishibdi. Podshoning oldida turishibdi hammasi. Ota-onasini olib kelinglar debdi podsho.
Ota-onasi kelibdi. Bir savat to'la oltinni onaning oldiga, bir savat to'la oltin otaning oldiga qo'yib, bolalaringizni menga sotinglar, beringlar menga. Mana shu bir savat oltin saniki, bunisi saniki. Endi umrida bir tillo tangani ko'rmagan ota-ona endi gangrab qolishibdi. Mayli shohim, bitta o'g'il ekan, mingta bo'lsa ham sizga berdik. Bo'pti, mana oltinlarni olib uyga olib borib qo'yinglar. Ketishdi. Endi buni qonini ichsam qandoq bo'larkin? Qozini chaqiring, shariat qozisini. Qozi aytdi, fatvo tayyor taqsir. On hazratim shohim fuqarodan bittasining qonini ichsa ijtimo bo'lmaydi. Mana fatvoni yozib qo'ydi. Ana shariatga ham to'g'ri bo'ldi, ota-onasi ham rozi bo'ldi. Jallod qilich bilan jallod shundoq keluvdiki, bola osmonga qarab kuldi. Shoh, nima kulasan, bola dedi. Ey shohim, bola boshi g'amga tushganda dardini kimga aytadi? Ota-onasiga yig'lab keladi. Ota-onam sotdi. Xo'p, ota-ona bo'lmasa kimga aytadi dardini? Qoziga borib aytadi. Qozi o'limimga hukm yozib berdi. Yana kimga aytadi dardini? Shohiga aytadi. Shohim qonimni ichmoqchi. Ey Xudo, yolg'izni yori o'zimman degansan. Mana yolg'iz bandayman, endi saqla deb kulib qaravamman. Yolg'iz qoldim, saqla deyapman. Shoh aytdi, yo Rabbim, 70 ga kirib, 40 yil taxtda turib, necha yil buyog'iga yashayman, shundoq chiroyli, shundoq ma'noli so'zni gapirgan bolani qonini ichamanmi? Ana Allohning sabab keltirishini ko'ring endi. Bor bolam, ota-onangga berganim sadaqa, senga ham mana oltin ozasan devorudiki, to'xtadi yurak og'rig'i. Undan qilsa og'rimayapti. Unda tavb etdi. Og'rimadimi? Yo'q. Meni o'ylab topgan davoyim shu. Sizlar podsholar olishni bilasizlar-u, sadaqani bilmaysizlar. Nuqul olgansiz. Alay sadaqa dedingiz. Bu bitta sabab bo'ldi. Mana shu bola har ketmon urganda yo Alloh deb ketmon uryatuvdi. Shu bola e'tiqodi bilan baribir podshoga ta'sirini ko'rsatadi dedim. Mana bu Allohga shundoq nola qiluvdi. Alloh buni duosini qabul qilib turib, seni dilingga insof berdi, sadaqa qilding, yuragingning shifosi bo'ldi. Mana birodarlar, astoydil kimki Alloh desa, Alloh o'zini bildiradi. Yaratganim bor. Biz chala iymonda yuramiz. Chala rostmikin, saqlamikin, bo'larmikin, berarmikin, to'g'rimikin, mikini bir pul bo'ladi hammasi. Mikin bilan qilgan namoz, mikin bilan qilgan duo, shunaqa mikin, rostmikin u bo'lmaydi, u e'tiqod emas. Bo'ladi, beradi. Bir olim Musa alayhisalomning zamonasida diniy olim dunyodan o'tdi. Musa alayhisalom janoza o'qigani kelsalar, Allohning farishtasi kelib, iymoni yo'q janozasini o'qimang dedi. Kampiridan so'rar ekansiz, Alloh aytdi. Bu mudarris domla, bu olim domla vafot qildi deb janozalariga kelsam, Alloh shundoq deyapti, nima qilig'i bor edi eringizni? Namozni o'qirdilar-u, ish qilib Xudo bormikin, bekor ketmasmikin namozim deb qo'yardi. Kechasi bilan dars berib kelardilar-da, ish qilib rost bo'lsin de, jannat. Yolg'on bo'lib qolsa shuncha mehnatim bekor ketadi dedi. U chala ishongan
chala